Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ravshan Quvondiqov. Bugun kichik bir dars video olishga qaror qildim. Bu obunachilarimiz tarafidan so'ralgan narsa va hammamiz uchun kerak bo'ladigan dars bo'ladi. Bu dars nima deydigan bo'lsak, biz bugun kutubxonalarni qurishni o'rganamiz. Ko'pchilik yangi boshlovchilar kutubxonani qanday qurishni bilmaydi va kutubxona nimalardan tashkil topganini ham ko'pchilik bilmaydi. Mana bu oddiy kodimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizda servo hamda AFMotor degan kutubxonalarimiz mavjud. Servo kutubxonasi bu Arduino'ni o'zida bor bo'lgan kutubxonalardan bo'lib, bu yerdagi AFMotor esa bu yo'q. AFMotor kutubxonasi bu Arduino'dagi 293D drayverini, ya'ni katta 4 ta motorni boshqara oladigan drayverni kutubxonasi hisoblanadi. Hozir sizlar bilan ushbu kutubxonani yuklab olishni va joylashni o'rganamiz. To'g'ri joylagan bo'lsak, bizda ushbu kutubxonaga tegishli so'zlar xuddi mana bunday sariq rangda bo'lishi kerak. Shundagina bizda kutubxona bo'yicha muammo chiqarmaydi. Agar biz kutubxonani yuklab olmaydigan va Arduino'ga joylamaydigan bo'lsak, bizda kutubxona bo'yicha muammoni chiqarib kelaveradi. Endi esa biz bu yerdan AFMotor library deb qidirib ko'ramiz va mana bu yerda birinchisi bu o'zi menda biblioteka bor edi, ya'ni kutubxonamiz bor edi, lekin bu videoni olish uchun o'chirib tashlashga qaror qildim. Qayta qo'shib olishimiz uchun esa biz birinchi turganning ustiga bosib, mana bu yerda kod tugmasini bosib, download zipni bosamiz. Bizga kutubxonamizni yuklaganidan so'ng endi Arduino'ga qaytib olamiz va Sketch bo'limidan подключить библиотекuni bosib, ustida добавить zip bibliotekuni bosishimiz kerak. Bu yerdan biz qayerga yuklab olgan bo'lsak, shuni tanlab, nomi bilan qidiramiz. Mana bu yerda mana ikkita bir xil kutubxona, istalgan birini qo'shishim mumkin. Siz ham yuklab olganingizdan so'ng bemalol qo'shib ko'rsangiz bo'ladi. Buni bosib, openni bosadigan bo'lsak, bizda mana bu yerda biblioteka qo'shildi degan so'z chiqib keldi. Va to'g'ri qo'shilganini bilishimiz uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. AFDS motor degan so'zimiz sariq rangda yondi va bu to'g'ri qo'shilgani uchun shu holatda bo'ldi. Xuddi shunday qolgan kutubxonalarni ham bemalol qo'shib ko'rishimiz mumkin va shuni aytib o'tishim kerakki, bizda kutubxonalar ham farq qiladi. Misol uchun bu yerda birinchi versiyasi uchun deyilgan, mana bu yerda esa ikkinchi versiyasi uchun deyilgan. Sizda agar ba'zi bir muammolar tug'ilsa, misol uchun oddiy motor emas, step motorlarni boshqarishda qanaqadir muammolar tug'iladigan bo'lsa, siz buni o'chirib tashlab, bu ikkinchisini qo'shib qo'yishingiz ham mumkin yoki ikkalasini ham birdaniga qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu bo'yicha umuman muammo bo'lmaydi. Hammaga rahmat. Agar yana xuddi shunday kichik darslarni xohlasangiz, qanaqadir so'zlarda kod bo'yicha xato bo'lishi mumkin va shu kabi kichik xatolar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani video qilib chiqarishimiz orqali nafaqat sizga, balki qolgan o'rganuvchilarga ham yaxshigina dars bo'lishi mumkin.